Mana aka ukalar olachani zotini olishni boshladik endi. Shu makonni qo'shdik. Qora quzg'un makon. Buxorolik aka Jamshid xo'rozlari otasi bo'lgan buni. Xorazm laqabli. Juda kuchli makon liniyasi. Xo'rozimiz ham xudo xolasa zotini o'tkazdiryapti. Makon tuxumda. Xudo xolasa zotini olib ochirib qo'yamiz uni ham. Olacha xo'rozimizni ham ilk partiya bolalari chiqqan. Bolalarni ochirib qo'yganmiz. Bu qora makon bilan ham chiqaryapmiz bolalarini. Buxorolik aka Jamshid xo'rozlari bo'lgan buni otasi. Xorazm laqabli. Xudo xolasa o'ta kuchli nasllar chiqadi buni bolalari ham. Mana shunaqa sharoitda boqyapmiz. Tepada ham xo'rozimiz bor, xudo xolasa yaqinda o'ynaymiz uni ham. Joylar ham o'ta o'zgacha bo'lgan, xudo xolasa. Bolalarni chiqaramiz, ular ham o'ta kuchli nasllar chiqadi. Bu yerda olachani qizlari. Makonlari qolgan, makonlari yurishibdi. Bu yerda makonlar bor. Olachani bolalari. Xolasa katta-katta bo'lib qolishdi. Xo'roz makoni ajrayapti keyin.